deb hammalaringki Avazbekni eshitish uchun o'ylaymanmi? Men Avazbekni eshitishni xohlamayman. Men Avazbekni ustidan ariza tashlayapman. Mana sizlarga haqiqat, cherishur behurmatlik qilyapti. Anora rasmi bitta videosini olib ana opchayni boyaga nima yuvganda tushirgan videolarni. Endi eshitinglar bo'ldi. Sal kamroq yozib turinglar iltimos sizlardan. Men hammalaringga javob bera olmayapman. Javob bermasam xafa bo'lib qolasizlar. O'shaning uchun tezlashmay turinglar-da, men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana bu meni qizimning rasmi kelgandagi. Men nima uchun Avazbekdan xafa bo'lganimni mana hozir aytaman sizlarga. Qizlaring mana shunaqa ahvolda hech qachon hech kim ko'rmasin. Mana bu ahvolni ko'ryapsizlarmi? Qizimni shunday ochgan payti men buni ko'rganimda men o'zi bo'larim bo'ldi. To'g'risi. Sizlar o'ylaysizlar hozir o'tiribdi, ko'zidan yosh chiqmayapti. Yo'q, ko'zimda yoshim tugadi meni. Lekin mana yurak bor-ku, ezilib ketyapti. O'ziga kelmayapti yurak. Men ochganda bitta videoni qo'yib ber. Menga behurmatlik qilyapti. Qizim mana shunaqa ahvolni bilishsa, shuni chayib qo'yamiz. Hozir aka charchadim birpas dam olay. Hozir chayman o'shani. ko'rdilaring shekilli, to'g'rimi? Urib tashagan, to'ppa to'g'ri urib tashagan. Endi sizlar meni o'rnimga bo'lganlarida nima qilardilar? Turinglar, 20 kundan keyin chiqadi anaqa ekspertiza javoblari dedi, lekin hech qanaqa ekspertiza javoblari yo'q ekan. Meni aldashgan ekan. Nega men Avazbekdan xafa bo'lmayman? Nimaga meni aldiydi 20 kun deb katta ayolni? Nima haqqi bor aldashga? Qani aytinglarchi, endi qayerda men yiprofman? Syomkadagi bo'ladigan. Eshikni yopinglar. Ekspertiza qilingan, lekin ekspertiza javoblarida hech balo yo'q. Hatto qizimni mana men sizlarga endi aytib beraman. Qizimni osgan deyildi, qizimni ichgan deyildi. Bu bir mana ichgan deyilgan birinchisi. Ikkinchisi osilgan deyildi. Qani ichganligi haqida ekspertiza? Qani osganligi haqida kim ko'rdi? Qayerda ko'rdi? Kim yechib oldi uni? Qani qancha savollar bor. Nimaga shu narsalarni chiqarib bermadi menga hech kim? Nega uni sirazu o'rab chirmab O'zbekistonga jo'natib yuborishdi? Nega meni chaqirishmadi? Keling, nimaga deb. Koreyaga deb. Hattoki men so'ragan ro'molni ham berishmadi. O'sha ekspertiza bo'lgan ro'mol ham yo'q. Barmoq izlari chiqqani yo'q. Bo'ldi, ekspertiza tamom, ekspertiza kutmaylar hech kim. Ekspertizani avaz qiladimi, boshqasi qiladimi bilmayman. Men kim qilganini bilmayman. Ekspertiza yo'q. Chunki avaz menga to'g'ri gap gapirmadi. Avaz menga yolg'on gapirdi. O'shaning uchun ham qoralayman. Avazni nima ishlar qilib yurganini yaxshi bilaman. Meni qizim bilan qo'rqitdi. Qo'limda juda ko'p yalang'och rasmlari bor. Chiqarib yuboraman. Agar miq etib chiqib gapirsang dedi. Chiqaraversin. Men yana gapiraman. Yana gapiraman, yana gapiraman. Xohlaganini qilsin. Da'vochi bo'ldim O'zbekistonda. Xudo xolasa kutamiz endi ozgina. Koreya xalqi bilmaydi, bilmasam nega tinch turibdi. O'zbeklar harakat qilsa, hammasini borib qo'rqitishyapti. O'zbeklar ko'tarilganini borib bittalab qo'rqitib kelyapti. Eshityapman hammasini ovozni men. Nima uchun kerak bo'lganini hamma biladi uni. Ularga nima kerak, nima uchun kerak bilishadi o'zlari. Ovozni xotini menga chiqdi. Ovozlarini men zapis qilmadim, ovozlarini men qo'ymadim chunki xohlamadilar. Даже o'sha ayol ham aytib berdi ovozi kimligini. Ovoz odamlarga o'zicha eskicha gapirib, o'zicha
ana o'qib yotibdi, nima deydi, tarbiya beryapti, o'sha tanbeh beryapti. Sizni aybingiz bor deydi menga. O'zi kim bo'pti avaz? Avaz o'sha yerda nechta qizni yo'q qilgani, 5talab xotin qilgani, o'zidan katta karsga uylangani, men ham tagini chuqalasam chiqib kelaman. Undan battarlarini topaman, kerak bo'lsa. O'shaning uchun men avaz menga teginmasin, men avazga teginmayman. Menga teginsa avaz men oxirigacha boraman. Kerak bo'lsa menga ugrajit qilmaydimi? Men ham ugrajit qilaman kerak bo'lsa. Qo'rqadigan joyim yo'q hech kimdan, faqat Allohdan qo'rqaman men. Uni ham boshiga meni kunim tushsin, men tomosha qilaman u odamni. Qanday kuymas ekan. Sherzod bilan ikkinchisi kim edi? Sirojiddinmidi? Sirojiddin. Ular ikkalasini men bir karraga ko'ziga qarash niyatim bor. Alloh uchratsa, tik qaraymiz ko'ziga. Mira meni qo'shing. Olyapti. Qani Mira? Kirdimi? Yozdi. Qani Mira? To'xta. Menga tashlamadimi Mira? Qaysi biri? Tashlading, hozir tashida chiqadi. Yo'q bu yerda. Qani qo'shing degani. O'tib ketdi.